Hürmetli vatandaşlık siyalerini davamlaştırmaz. Bugünkü İslah 2023 yıl 3. ayının 3. günü. Endilikte siz bilen muhakemeli varımız vatandaş. Bugünkü İslah'a 3. ayının 3. günü hepti gündüme. Sizler yukarıda toxlup ötük sözlep ötük vatandaşları. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat ishlar kotibi intayin sazgir bir payt Osiyoga ziyorat keldi. Tunugungi so'zlaganlik qanday mavzu edi? U Beijingga keldi. U O'rta Osiyo. Bu New York vaqt gazeti Amerika ovozining mavzusi edi. Bu yerda ko'rishligi ikki u almashning birinchisida nima? Belorussiyaning prezidenti Lukashenko'nun Beijing'e kelganligi. Keyindilla yoki bo'lmasa endi avvali demi, avvali o'zga. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Qozog'istonga O'rta Osiyo Rus bilan Xitoyning ta'sir doirasidagi rayon. 70 yildan beri ve Çar-Rusiya davridan tortib shundoq bo'lib keldi. Rossiya parçalangandan keyin ham shundoq bugun O'rta Osiyoning iqtisodiy va harbiy ishlar munosabatlari hammasi Rossiyaga bog'lanishli vatandosh. Buni ko'zda tutmasa, buni tahlil, analiz olmasa bo'lmaydi. Rossiyaning ta'sir doirasi. Shundoq mustamlik Uyg'uristonni ba'zi qilib O'rta Osiyoga kengayish bu tarixdan biriki, yani bu 70 yıldan biriki Xitoy Kompartiya mustabidlarining arzusi. Tarixdan bir-iki degan gapni o'chirib tashlanglar, bu yerda tarix yo'q. Bugun 70 yillik Xitoy hukmronligi ostidagi Xitoy Kompartiyasining arzusi. Rossiya parçalandı, bu arzuni ishga oshirgandek bo'ldi, lekin O'rta Osiyoga jur'at qilib kiraligini yo'q. 6 dolar, 8 dolarını Qozog'istonga, 3 dolar, 5 dolarını O'zbekistonga berib qo'yish, bu butun umumyuzlik singib kirdi, kiralida jungo deganlik emas, vatandoshlar. O'tgan yil 1-ayning 5-kuni Qozog'istonda yuz bergan namoyish maxsus Xitoyning bu o'lka Qozog'iston davlatiga kirib, singib kirishga qarshi ko'tarilgan namoyish. Qozog'iston ishchilari tungi qatim uyg'onib ketilgan namoyish. Shunga Xitoyning bu yerga uzil kesil singib kiralishi qiyinga to'xtaydigan ish. Biroq bugun O'rta Osiyo tungi shundoq bo'lsa, bugun ham Rossiya va Xitoyning ta'sir doirasidagi o'lkalardir. Endi buning tunji qatim Amerika Qo'shma Shtatlarining tunji qatim deganda Afg'oniston urushidan keyin davlat ishlar kotibining Qozog'istonga kirib kelishi siz qo'llaydigan, biz qo'llaydigan va olqishlaydigan Amerika Qo'shma Shtatlarining davomli shunday qilishni, balki O'rta Osiyoga har qaysi jihatdan, mayli madaniyat, mayli iqtisod, mayli harbiy ishlar, mayli fan texnika, mayli savdo tijorat tashqi savdo, mush yo'l bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyoga kirishini, singib kirishini qo'llaymiz vatandoshlar. Endi shundoq bir paytda baytan olib oldik buni qo'yamiz. Jungoning o'zi kelib baqayli. Yaqinda prezident Vladimir Putinning chaqirishi va Lukashenko'ni Beijingga avatishi orqali demak Qurultayning 3-ayning 5-kuni Beijingda boshlanadi bu deyiladi. Orqali hozir rais ziyorat qilishga taklif qildi. Vaqt sazgur, intayin sazgur vatandoshim. Hozir bir gap o'tirg'i chiqib qoldi. Qaysi gaplar emaslar? Sen Rossiyaga harbiy ishlar jihat yordam bermaysan. Yalin Moliya ministri Yalin ham Ukrainada Zelenskiy bilan ko'rishgan shundoq dedi. Amerika siyosiy yo'llar, Amerika davlat rahbarligi qayta ta'kidlab keldi. Antony Blinken ham bu qatam Qozog'iston va Hindiston o'xshash ta'kidladi vatandosh. Demak, bu qatam rais Xi Jinpingning Moskvaga berishida Ukraina masalasi mavzu bo'lamdi yo'q degan masalaning o'ziga qarang vatandosh. Tushundingizmi? Ikkinchisi,
Hazır Cungo'da matbuatlarda ötken degen edi. Xi Jinping'ni maqtaydigan, uçurup kök çıkarıdığan makalalar, haberler ilan kılınışkı başıldı idi. Yani Cungo'nun ikinci umum yığını ahırlaştı. Yani 20. kurultay. İkinci umum yığını ahırlaştı. Onun ahbaratı da nime dep görüsüldü. Dikkat kılın. Dünya yeni bir daval qoş mezgili kirip geldi. Xalqara muhit intayin eğer ve intayin mürekkepleşip ketdi. Kompartiya üçün aytqanda iqtisodni asliga keltirish asoslari mustahkam emas. Her xil kuchdan olqib ketgan omillar har vaqt yuz berish oldida turibdi. Muqimsizlikni mo'lcharligili bo'lmaydi. Buron chopqin, hatto dahshatlik buron chopqinning sinoqlariga yetib kelishiga tayyor turishimiz lozim. Bu Cungo Kompartiyasining 20-navbatlik 2-umumiy yig'inida chiqarilgan qaror. Men buni Umid Sadosi degan televiziyaning ekranidan shunday tarjima qilib oldim vatandosh. Axborot yana bunday ko'rsatildi. Davlatning bexatarligi va jamiyatning muqimligini qat'iy qo'g'dishimiz kerak. Bu ham uzundan boshlab kelayotgan shior, lekin boshi gap qarasangiz nima deydi? Rais Xi Jinping o'zining siyosiy bexatarligidan ansirayotgani yo'q. Balki nihoyat yomonlashib kelayotgan tashqi vaziyat masalasidir. Har qaysi taraflardan chataq chiqmasin deb ansirayotdi. Bu Cungo Strategiya Tadqiqot jurnali o'rtaq tahririy Golinvinning maqolasidir. Demak, Cungoning ichki vaziyati mushu. İkinci umumiy yig'inda ko'rsatilgan va elingan qaror mushu. Shuningdan qaraganda jiddiy vaziyat Cungoning ichki qismi shuga keldingiz. Hozir yana o'tirg'i chiqayotgan bir ibora nima? Bu ayni vaqtda o'tirg'i chiqqan to'la takrorlangan edi. O nuqtada takrorlash nuqtasida sobiq prezident Trumpni Cungo hukumati aldab qo'ydi. Shu 4 yil mobaynida qurilma xarakterlik o'zgarish, qurilma xarakterlik o'zgarish dalibadi amaliy harakat yo'q. Cungo Kompartiyasining shundaqmi? Demak, sobiq prezident Trumpni aldab qo'ydi. Hozir Cungo Kompartiyasi o'zligida o'ttirib chiqib, yana qurilma xarakterlik saat elib berishni o'ttirib ko'tarib chiqdi. Hozirning o'zidilar. Lekin bunga qarab baqsaq hozir matbuot va xabarlar tor betlari qarasak bunga parvoyim palak. Prezident Joe Biden hukumati bu to'g'rida parvoyim palak degandek bir rahbar Amerikada yoki bir siyosiy odam Cungoning bu gapini, ya'ni qurilma xarakterlik islohot olib boramiz degan gapini eg'izga ilib boqmadi vatandosh. Shunga hamda Cungo nima demoqchi? Qurilma xarakterlik islohot, davlat apparatini isloh qilish, davlat bankisini, davlat mashinasini isloh qilish, qaytadan qurashtirish, qaytadan tashkillash, qaytadan yo'lga solish. Mush mazmunlarni, davlat apparatlarini o'zgartirish, mush mazmunlarni o'z ichiga oladigan bo'lsa, agar Cungoning bu islohot elib barmoqchiman degan so'zning rost yolg'onligi ishoniman desangiz, avval bu birinchi bo'lib asosiy qonunni o'zgartirishga eg'iz qilish kerak vatandosh. Sen asosiy qonunni o'zgartirishga eg'iz qilmay turib, buni nima deb o'zgartirish? Qanday o'zgartirasan davlatning mashinasini, davlat apparatini? Asosiy qonunni o'zgartirishdan gap yo'q. Bu yana qurilma xarakterlik o'zgarish desan, bu qo'riqli gap bo'ldi. Hech kim nazar og'dirmaydigan, hech kim tilga olmaydigan, hech kim qaramaydigan, parvo qilmaydigan quruq gapli masala asosiy qonunni o'zgartirish. Asosiy qonunni tilga olish. Amaliyotda Cungoda asosiy qonunni o'zgartirish hozir bo'sug'iga kelib qoldi. Dunyo vaziyatiga moslashadigan bo'sug'iga kelib qoldi. Agar u Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doimiy komitetiga 5 davlatning birisi bo'ladigan bo'lsa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining nizomnomasi, qoida, qonunlari, bayonotlariga yaqinlashadigan va uni bo'sug'isi keladigan payt kelib keldi, yetib keldi vatandosh. Sen asosiy qonunni o'zgartirsan. Men sizlarga tunugunlardan so'zildim, men burun so'zildim vatandoshim. 1997-yili, 1998-yili 2 yil.
97-yili 10-ayda Jiang Zemin Washingtonni ziyorat qilib qaytgandan keyin Jungoning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq vakili Chen Huasun ikki qonunga imzo qo'ydi. Birinchisi iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasi. Ikkinchisi fuqarolar huquqi va siyosiy huquq xalqaro ahdnomasi. Bu ikki qonun Birlashgan Davlatlar Tashkilotining negizlik qonuni. Kishilik huquq xitobnomasidagi negizlik qonunlar. Bu qonunlarning 5'ida o'ttirib qo'yilgan, 5'ida birinchi moddasi o'ttirib qo'yilgan so'z xalqlar yoki millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor. Davlat Majlisi nima dedi? Xitoy hukumati Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tartib oldi. Xalqaro jamiyat Tibetlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tartib oldi. 2 ayning 9-kuni Uyg'ur masalasi, Uyg'uriston masalasi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi komitetining oldiga kelib to'xtadi. Amaliyotda fuqarolar huquqi va siyosiy huquq komitetining bu so'g'isi yetib keldi. Shuning uchun Jungo Kompartiya sizga birinchi bo'lib asosiy qonunni o'zgartirsiz. Asosiy qonunga yozib olgan avtonom joylarning hammasi Jungo Xalq Jamhuriyatining ayrılmaz bir qismi deydigan sapsatini cho'rib tashlaysiz. Uning o'rniga mush ikki qonunda belgilangan har qanday millat, har qanday xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor degan mush ikki nizomnomani, mush ikki modda qonunni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida ma'qullangan mush qonunni Jungo Xalq Jamhuriyatining asosiy qonuniga kirgizsiz. Muşepeti özgertmeyi kirgizsiz. Şu vaqtida asosiy qonunda elib berilgan islohot bilan Jungo jamiyatida qurilma islohotini elib bora olasiz. Ya'ni ma'muriy ra'ylar islohotini elib bora olasiz Jungo Kompartiyasi. Bu sizga kelayotgan xalqaro besim. Siz bu besimni budan Moskvada his qilasiz. Jo'naqa. Budan Moskvaga berib Prezident Vladimir Putin bilan ko'rishganda bu besimning nima ekanligini his qilasiz. Amerika Qo'shma Shtatlarida davlat shakati Antony Blinkenning dal shunday vaqtda Qozog'istonni ziyorat qilishining qanday sizga qanday besim paydo qilganligini Moskvada his qilasiz. Demak, hozir Jungo Kompartiyasining oldidagi muhim vazifa qurilma islohoti xo'sh, undan burun asosiy qonun islohoti. Müşahede bir sırlık bir gap duruyordu. Nimişke Prezident Vladimir Putin siz Jungo'da işke kurultay, siyasi kengaş, halk vakiller kurultay başlanıştan bir Moskova'nı ziyaret kılısınız diye bir cümle sözde intayin çonkur mana, intayin ciddi sezgür bir mesele saklanıp duruyordu cümlenkay. Bizden deydiganlarımız mana şu anda bugün haftaga cuma, kelar hafta qaysi kuni uni bilmaymiz. Lekin haftaga cuma bugün chislag'i 3, hozir shanba, yakshanba 5, 3-ayning 5 tugudi. Jungoda qurultay 5-ishlab boshlandi yo'q. Demak, Prezident Vladimir Putinning chaqirig'i siz ikki qurultay boshlanishdan burun Moskvaga kelasiz. Anladingizmi vatandosh? Vaziyat mana shunday vaziyat deyman. Xato bo'lsa qilinglar vatandoshlar. To'g'ri bo'lsa, mushu bo'yicha o'ylab boqinglar. Tasavvur qilinglar vatandoshlar.